Andijondanmisan bolam? Iya. Qana bildingiz? Bildim-da. Andijonliklar onasini bu deydi. Lekin bizda Andijonda bunaqangi chorsini faqat erkaklar bog'lashadi, xola. Chorsi bu nima belbog' deganingmi? Ha? Yo'q. Toshkentda ham belbog' erkaklarniki bolam. Bu menga erimdan yodgorlik bo'lib qolgan. Bir o'zim ayol boshim bilan 5 ta bolani eplay olarmidim? Arslonimdan qolgan belbog'ni belimga bog'lab, shuni kuchi bilan katta qildim-da ularni.